Babam aytgan hikmetler. Ajir singdirgan narsa e'tiborliq bo'ladi. Burunqi zamonda yashagan bir jup er ayol bir o'g'il farzand ko'ribdi. Ular bolasini kichikidinla e'tiborlab o'stirgachga, bola tayyorga hayyor, badxach bo'lib cho'ng bo'ldi. Boy o'g'ilning cho'ng bo'lgan sir yaramsiz odam bo'lib qilayotganligini ko'rib, bara-bara o'g'liga ochiq chiroy ochmaydigan bo'ldi. Lekin mo'may o'g'liga doim yonbasidi ekan. Bir kuni boy mo'mayga: "Men qiyirib qoldim. Ailemizning mol-mulkini bu yarmas o'g'liga topshirsam, bekar zaya tortgan bo'laman. Zaya qilgan bo'laman. Onundan ko'ra boshqa kishilarga berib etay" debdi. Mo'may buvayni unda qilmaslikka da'vat qildi. "Buvay, agar o'g'limiz ishlab bir tanga pul tepib kelsa, men ailemizning mol-mulkini onunga topshiraman" debdi. Mo'may buvaydan yoshirin holda o'g'lining quliqiga bir necha eg'iz gap qilibdi. Bola ahtisidan boshlab o'zi ishlab pul topmoqchi bo'ldi. U atsi atdiganniki chiqib ketib, kechqurunlikqa bir sar kumush ilib keldi. Buvay bu pulni qandoq topganligini so'rab qo'ymasdan kumushni o'choqning ichiga tashlab etib, o'rnidan turib chiqib ketibdi. Ana bola ikkisi bu ishga hayron qoldi. Mo'may o'g'lining quliqiga yana bir nimalarni deb pichirlabdi. Ana bola bu qatim buvayni cho'qim ishindi deb o'ylabdi. Kechqurunlikqa o'g'li sirtdan qaytib kelib, tarlarini aytib, xushal holda bir sar kumushni dadasiga topshiribdi. Buvay bu kumushni o'choq ichiga tashlabdi-da, "Meni oldima. Bu sen ishlab topgan pul emas" debdi. Mo'may ilojsiz o'g'ilni ishlab pul tepishga undabdi. Bir necha kun o'tgandan keyin o'g'li bir necha mis yarmoqni akilib buvayga beribdi. Buvay qarab beqib, uni o'choqqa tashlabdi. O'g'li o'choq oldiga etilib berib, qo'lini o'tqa tiqib, yarmoqlarni ilotdi-da, g'azabini bosolmagan holda: "Sen bu yarmoqlarning qanday kelganligini bilamsan" debdi. Bu chaqda buvay xushal bo'lgan holda: "Oldingi 2 qatimda men 2 sar kumushni o'choqqa tashlab atsam, sen pisand qilmagan eding. Bu qatim haqiqatan o'zing emgak qilib topgan pul bo'lg'achqa iching og'irdi" debdi. O'g'lim mo'maymi xursand bo'lib kelishibdi. Hikmat: ota-bobolar ishlagan ishlaydi deb nihoyat to'g'ri aytgan. Qandoq emgakka sening halol taring singsa, sen uningdan o'ylab boqmagan huzurga erishsan. Hikoyatdagi bola o'choqqa selingan 2 yarmoqni o'zi ishlab topgan bo'lsa, boshda uni iliverish istikida bo'ladi. Ammo u unda qilmadi. 3-yarmoqqa o'zining qon tari singan bo'lg'achqa, hech ikkilanmayla qiziq o'choqdan uni elib oldi. Bu uning o'z amkining qimmatini bilganligidan edi. Esingda bo'lsinki, sen ajr singdirgan har qanday narsa hamona sen uchun qimmatli.